Men qamaldim. Qamalganimdan keyin mendan hech qanaqa darak yo'q uydagilarga. Va uydagilarga bironta odam kela olmaydi. Xabar ola olmaydi. Chunki kelganki odam ishog'i ketib qoladi. Uyda taqchillik, yegan ovqatam hatto muammo. Donam muammo. Shu paytda uyga bir tilamchi keladi. Uyga bir tilamchi keladi-da, tilanib keladi. Keyin endi tilamchi kelib, nimadir berish kerak deydi-da, ayolimga aytadi, biron narsa berib oling deydi. Deganda ayolim borib nonni, pulni nimadir endi olib chiqib, endi bermoqchi bo'lsa, haligi tilamchi, kelib qaraysizlar, yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi, non qo'yinglar deb bir narsani tashlaydi. Hazilga bo'lmoqchi bo'ldim gapirmoqchi. Men buni har doim gapirganimda bir yig'i keladi. Ozgina iloji yo'q. Mana olib qo'yinglar deydi-da, haligi tilamchi ketadi. Uning ichida endi oziq-ovqat bo'ladi, pul bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tilamchi masjidi.